Assalomualaykum savoldoshlar, yaxshisizlar. Mana bu mening maktabim. Men bu maktabda to'g'ri 5 yil vaqtimni sarf qilib, oxiri o'qishni tamomladim. Ammo o'qish bitirib ishsiz qoldim. Boshqalarning deyishicha, biz oliy maktab o'quvchilarining kunidan bayramchilarning kuni yaxshiroqmiz. Qaranglar. Eshitmagani bularning yigidek tomiqi, boshliqdek makonuvada. Sizlarcha oliy maktabda sinf kadrop o'qish haqiqatan yaxshimi? Mana bu yoqqa qaranglar. Oliy maktab sinf kadrop 3 yaxshi, 5 ta a'lo o'quvchilarni qilayotgan ish mana shu. Ma'muriylik imtihon beramiz. Hozir ma'muriylik imtihon berish hukumatning temir tovoqqa erish deganlikdir. Biroq bu temir tovoqqa erish unchalik oson ish emas. Hozir ma'muriylik imtihon berish beg oliylarniki to'qonliq xotin tanishga o'xshash bo'lib qoldi. Mana bu yoqqa chiqaydi. Bu yoqqa ko'rdingizmi? Shundoq, temir tovoqning yaxshiligi yaxshi, ammo tutqa odamning qo'lini ko'ytamay qolmaydi. Bu yon o'ylab, bu yon o'ylab, oxir chet el kichikdaymi deb o'ylab qoldi. Nima qilganda chet ellik fursat davlat ishligidan ko'proq bo'lishi mumkin. Nima? Rasmanandimmi? Meni ko'chman bo'lib chiqayishib dedi. Ko'chman bo'lmas chet elga kim chiqdi? Bundaymiz, yana mening qiz do'stim yaxshi. Menga shunchalik sodiq. Xudo, bir reallik imtiga rezil. Xap, hammasi xizmatning shugi. Shuning uchun mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, tirishib cho'qim bir xizmat etish kerak. Yaxshisiz. O'yinning ishlanchi bo'ling, ko'rib topgan bo'lsangiz, boshqadan xizmat oldim. Materialım taşlattı bu. Mayli. Bir şirkat menga 100 tron imtihon berish ko'rsatdi. Qani, o'nim basına bakayım. Yaxshi. Standart psixologik taktikasini qo'llanmoq kerak hali yo'q. Xolos. Nima? Chektotiz ekanman tekin. Ey, biz oliy maktab o'quvchilarining izdivatning eng yaxshi xizmat emas bu. Faqat o'zimizning o'rganganlarini turmushda xizmatda ishlatish xolos. Şunun üçün biz bu oliy maktabda 5 yillik to'liq kurs o'qishimiz bilan cheklanib qolmay, davomli o'qishimiz kerak. O'rnab aspirantlikda o'qishimiz kerak. Ondan o'rnab doktorlikda o'qishimiz kerak. Texnik o'rnab doktor oshida o'qishimiz kerak. Ana uchun biz bu jamiyatda o'zimizga loyiq bir xizmat topa olishimiz mumkin. O'g'inish, yana o'g'inish. 梅艳芳、钱钟书、周品慧咱们现在混的好呀。 5 yaxshi, 3 a'lo o'quvchilarni topgan xizmatim shu.